Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Yigirminci qism. Men dalil qilib ko'rsatgan video ovozlar hisob qilinmadi. Qarshi taraf qiyinchilikda bo'lg'achqa ular yig'laydi. Qozi ilm bilan emas, hissiyot bilan mening jazoimni bir-birlab hukm qildi. Qozi har bir ishga bir hukm qilganda bu shariatning hukmi deb so'raydi. Qozi ha deydi. Menmi qo'shildim. Shunda qilib $100,000 ko'proq pul bo'ynimga ortildi. Bizning sotimiz 2 soat tugadi. Qozi: "Menga Malayziyada eng ko'p arz qilingan ish bu deb biletdim. Boshqa birisining ishi uchun 3 kun ketgan edi. Shuning qarab bu ishga bir hafta yetarmi degan edim. Ammo necha soatli bu sot tugadi. O'zimni hayron qoldim" deb faxrlanib ketdi. Alloh bilan qasamki, bu qarzning 90% menga qilingan zulm va nohaq qarz edi. Lekin qarzni berguchi Alloh edi. Men buni yaxshi biletdim. Men so'rinda tamkin o'ltirib, o'z ichimda: "Ey Alloh, sen ichimdikini va tishimdikini bilsan. Men sen uchun qarzdor bo'ldim. Qarzimni sana topshirdim. Menga yordam bergin" deb duo qildim. So'rinda menga faqatli birli bola ish chaqirdi. Men qarz egillarga hujjat yozib berib, uyga qaytdim. Men uyga kelganda kech soat 12 bo'lib ekan. Uyga kelsam, qiynapam va qiynakam uxlamay meni saqlab turibdi. Qiynapam "Kesal qizni mushundaq yolg'iz tashlab qo'yamsiz" deb qaqshab ketdi. Mening quloqimga odamlarning gapi kirmas bo'lib ketgan edi. Qarang, kunlik turmushimni qamday olmayotgan odamga endi $130,000 yuklangan edi. Men jim turib qiynakamning yeniga kelib o'ltirdim. "Akam, apa, bo'ldi siz uxlang. Bizning so'zlashadigan ishimiz bor" deb qo'lidagi telefonni etib, boshqa uyga kirib qo'yib, menga gap qilishga boshladi. O'zining Amerika, Turkiya va boshqa davlatlarga borganligini, Dubayda cho'ng mehmonxona ochmoqchi bo'lganligini so'zlab, menga ko'p dunyo to'g'risida da'vat qilishga boshladi. U meni qoyil qilish uchun sahar soat 4 gacha gap qildi. Amaliyotda bu odamning mendek odamni cho'ng bilib shuncha gap qilishi cho'ng ish edi. Lekin kallamda ajoyib cho'ng musibat bor edi. Gaplari faqat xo'sh yoqmadi. Akam gapining oxirida biz ayol ikkimizning Dubayga ketishimizni, shu yerda mehmonxonaga boshliq bo'lib ishlatishimizni aytdi. Chunki u akash u yerda mehmonxona ochmoqchi ekan va yordamlashadigan boshqa odam yo'q edi. Uning xiyoli cho'ng mehmonxona ichib, bizni Dubayda turg'izish edi. Gaplarning oxirida bu yillik zakot pulini texib bermadik. Men $500,000 sizga beray. Bu yerdagi odamlarga yordam qilayli, Turkiyaga ketavasin deydi. Bu ajoyib cho'ng fursat edi. Balkim siz ishonmayotgansiz. Alloh bilan qasamki, bu ishlar shundoq bo'lgan edi. Bu asarni o'qiyotgan bir necha kishi guvoh. Mening beshim qattiq og'riyotdi. Men gapni ochiq qildim. "Aka, men Alloh uchun hijrat qildim. Hayotimda birga yo'linib yo'l tutib boqmagan singlingiz keynimdan o'zi qochib keldi. Xohlasangiz men singlingiz turibdi. Elib kelsangizmi mayli. Mening bu hayotda endi mol dunyo bilan ishim yo'q" dedim. Sal qo'pol holatda. Akam bek ochiqlab, menga gap qilmayli qo'pib ketdi. Bomdod namozni ayrim o'qidik. Keyin men uxlab qoldim. Balkim soat 9larda ayolim meni uyg'otdi. Men "Nim bo'ldi" desam, ayolim "Opamlar ketdi ekan" dedi. Men ularga xo'sh deyishga ulgura olmadim. Ular bizga qiydab ketdi. Men balkim xato qilgan bo'lishim mumkin deb o'yladim. Yana 2 kun o'tib, heliqi Ali do'stimning yordam qilishida boshqa yerga ko'chib ketdim. Bir amal qilib pul tepishim kerak edi. Men hatto bulanchilik qilaymi deb ketdim. Odamlar qarz tutishga boshladi. Besim bargancha eshishga boshladi. Bu qarzlarni qandoq to'lab berishni bilmaydim. Kunlar mushundaq o'tib, bir oy o'tdi. Men tex bir odamga $1 qaytarmagan edim. Bir kuni oldin qisabda turayotgan bir qarindishim telefon qilibdi. Bu balni yaxshi biletdim. Bu bala ziyoli yaxshi bola edi. Ko'p musibat tortgan, hatto Malayziyadan bir qatam Xitoyga qaytarilgan bola edi. U
Adaş yordam qilgan dedi. Men nimaga desam, u ayol bolalarim turmaga kirib qoldi. Shularni ichqib bergan dedi. Men ma'qul, yonimda ularning qishig'i kira qilib borgudek pulim yo'q dedim. U bilaman, sana bugun kechda 3000 dollar udullab beraman dedi va shu kuni udullab berdi. Bu ayol Malayziyada emas, boshqa davlatda edi. Men u davlatdan faqat yo'ldan o'tgach o'tib ketgan edim. U davlat men uchun notunish edi. Men nega berishni, qandoq berishni, chegaradan qandoq o'tishni, ondan ular bor turmani qandoq tepishni bilmaydim. Mening bildig'inim faqat u ayol bor davlatning ismi, turayotgan turmaning xato ismi va telefon aloqasi edi. Men atis etiganda u davlatga qarab mangdim. Yonimda bir balama menga hamroh bo'lib borgan edi. Asrdan keyin biz avtobus bilan chegaraga keldik. U yerda motolar bor ekan. Biz chegaradan moto bilan ko'rikdan o'tgandek tinch o'tib ketdik. Keyin bir kira mashinasi topdim. Shofirga gapni nihoyat tasdiq bildirib, u ayol bor rayonga bordim. Biz bir kech turmaning atrofini izlab, oxir bu ayolni saharga yaqin turmaning oldidan elib, chegaraga elib keldim. Etigan soat 9larda bu qora hijobli ayol chegaradan menib o'tdi. Hech kim ularga diqqat qilmaydi. Tova, bu ishlarga shu ayollar va men bilan birga borgan shu bola guvoh edi. Albatta Rabbim Allohning guvohligi yetarlik. Allohning fazli marhamati bilan men ularni xotirjam Malayziyaga elib keldim. Biz avtobus bilan 6 soat yo'l minib Kuala Lumpurga yetib keldik. Endi mening vazifam tugagan edi. Oldidagi do'stim nihoyat xush bo'lib ketdi. Men bilan birga borgan bola, sizni bu ishlarni oldin o'rinlashtirgan o'xshaydi deb o'ylasam, amaliyat siz hammani bilmasdan beribsiz. Tutuvas qandoq qilatdiq deb qo'ydi. Men bilan boramsiz desam, bola, yo'q, men hargiz bormayman. Men u ayollar Alloh uchun hijrat qilmadimi? Albatta Alloh ularga yordam berdi. Men faqat mening va ularning Rabbi Allohga tavakkul qildim. To'g'ri, haqiqatan men bilmaydim. Bilishga ham imkoniyatim yo'q dedim. Bu qitim biz bu turmaga 2 ayol va 2 kichik bolani olib ketgili borgan edik. Lekin bu ayollar mashinaga chiqib bo'lganda yashinib qolgan bir ayolning borligini va hech kimning yordam qilmaydiganligini, pulining yo'qligini degachga biz u ayolni qaytadan turmadan elib chiqib ketgan edik. Bu xizmat jami 2 kecha 2 kunduzda tuggan edi. Balkim bu ishning buncha oson bo'lishi men kirgan qarzning to'linish sabab yo'li bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Chunki bu 3 kunda bo'lgan ishga o'zimning ishongis kelmaydi. Aradan yana 3 kun o'tib, oldidagi do'stim telefon qildi. Adash, anglasam sana ko'p qarz ortilibdi. Sana yordam qilay desam pulim yo'q. Lekin bir yo'l bor, qilamsan dedi. Men nima ish? U ayolimni ekelgan turmada boshqa ayollar, bolalar bor ekan dedi. Men sen bergan pul ayolingning chiqimiga aray yetdi. Qandoqmi men u asirlarning pulini tepib yurayman desam, agar sen u yerga berib ularni ekelmasang, ular Xitoyga ketib qolsa qanday qilasan? Sening qo'lingdan kelgan ekan, bo'ldi, pulni o'ylama, qancha pul ketdi. Men deyishay qarzingni Allohga topshir. Lekin bu ayollarni elib ketgan dedi. Men qani o'ylashib baqay deb, heliqa Ali degan o'zbek balog'i dedim. U hargiz borma, ayoling kasal, tex saqaymidi. Agar seni tutib olsa, oilang vayron bo'ladi. Qarz ishingga kelsak, men sen bilan tan qarzni to'lashib beray dedi. Orliqda mahbus ayollar menga telefon qilib dardini to'kishga boshladi. Men yaxshi o'ylangandan keyin bormaslik qarorini chiqardim. Kechdi yetib, aram olgach shu birmi turmalarda o'tgan kunlarimni eslashga boshldim-da, ularni qutqizishga bel bog'ildim. Atis etiganda u ayollarni elib kelishga qaror chiqardim. Atis men qiyin kunlarda menga yordam bergan, hamma meni yomonga chiqarganda, dunyoda menga eng yaqin odamlarim dushman bo'lganda, yonimda meni qo'llab-quvvatlagan va menga ruhiy va moddiy jihatdan yordamli bo'lgan va'dasiga vafodor, to'limi mehribon va siyliq sifoya diniy qarindishim Talha men bilan bu xatarlik ishni qilib, qarzlarimni to'lab berishga yordamli bo'lgan edi. Men bu asrim orqali shu mas'uliyatchan mujohid ukamga Allohning rahmat qilishini va Allohdan u ukamning go'zal niyat maqsadlariga yetkazishini chin dilimdan so'rayman. Alloh sana rahmat qilsin ukam. Alloh seni dunyo va oxiratning qiyinchiliklaridan ko'tarib olsin. Amin. Biz atis chegaraga qarab birga mangdik. Chegaraga kelganda mashina saqlash uchun turib qoldik va mashina tepib turmaga bordik. Bu dal kunduz vaqti edi. Biz ayollardan 7 kishini elib, Allohning fazli marhamati bilan sog'-salomat Malayziyaga yetib keldik. Bu albatta Allohning bizga ato qilgan yordami edi. Shunda qilib bu ish ko'p takrorlandi. Talha inimmo faqat shu bir qitim chegaradan o'tib, keyin chegara sirti saqlab turdi. Davomi bor.
Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به